Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. O'zim yashab yurgan shaharimda mana shunday kaptar boqayotgan bitta do'stimiz bor. Shuni uyiga keldim tomoshaga. Kaptarlari mana. Xudo xolasa bu yerda Andijon kaptarlari bor. Oti endi har xilda. Endi men uncha Bakinskiy deydi. Men endi qiziqmayman, shu uchun Pakistanskiy deydi. Tedi deydi, tedim. Kalagan, короче, sorti ko'p ekanda. Men o'zim bir ishlar bilan keldim. Endi ishlayam nima, ana terma regulyator bilan datchik olib keldim. Qo'ymoqchi edik, o'starafga qilmoqchi edik. Havola isib qolgan uchun. Ustidagilar qaranglar. Toza qiziqib qolyapman mana yashikchalarni qaranglar. Mana shularga tug'averadi mana. Mana shularga balalab mana taglarida yuribdi qaranglar. Tepada. Bir 10 yildan beri qiziqasan, necha? 15 yil. Bir 15 yildan beri qiziqib boqadi. Bir 3 yil ilgari birga ishlayib yurardik shaxtada. Uchiruvdik, bir 70-80 ga yaqinni uchiruvdik, mashinaga solib borib dalada uchiruvdik. Uyga qaytib keladimi yo'qmidi bir 10 kilometr yana uchirib tomosha qiluvdik, lekin hammasi qaytib keladi. Hozir shuni kirib tomosha qilib qaranglar. Miya dam oladi, buni tomosha qilsa odam. Mazzada. Hozir bormi ballar bu yerda ichganda? Bor. Endi ko'rinadimi, olib borsam kamera? Mana unda. Ballar. Qarab qopmiz-a? Ustida. Balalagan hozir mana kakras. Xudo xolasa agar Qirg'izistonda ichida bo'lsalaring, agar Arqadan, Oqsuvdan, Keska Bishkendan bo'lsalaring, agar sotilayotgani bor ichida. Kelishsak mana beramiz, xudo xolasa. Meni o'zimga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa nomerini beraman. Kelib mana tomosha qilib olmoqchi bo'lsalaring, Qirg'izistonga jo'natib yuboramiz o'shlarga. Qirg'izistonga mana o'shlarga bo'lsaga jo'natib yuboramiz, xudo xolasa mana. Qaysi biri ma'qul kelsa mana xudo xolasa. Kaptarlar qaranglar mana tomosha qilib mazza qiladi odam. Mana u Andijonskiy deding-a, vafshi chiroyli ekan, menga yoqib qolgan ekan. Katta ekan-da ko'rinishi. Qaranglar, chiroyli ekan. Bular tanishyapti hammasi bir-biri bilan. Yangi kelganlari ham bor ichida.